Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor barchalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bugun bizda 28-mavzu bolaning manipulyatsiyasi. Manipulyatsiya deganda biz nimani tushunamiz? Manipulyatsiya deganda bu inson o'z ehtiyojlarini, xohishlarini va nafaqat katta inson, balki bola ham o'z ehtiyojlarini boshqalarni rahmini keltirish yoki aybdorlik hissiga kirgizib, o'z ehtiyojini, qoniqishlarini qondirishi hisoblanadi. Va bolada bu aslida o'zi tabiiy holatda paydo bo'ladi, sababi bola o'z ehtiyojini to'g'ri tushuntirib yetkazib berishga juda ham qiynaladi va har doim u tushunilmasligi mumkin. Shuning uchun bu tabiiy holat bo'ladi. Manipulyatsiya orqali biz o'sha boshqalarni boshqarish orqali o'z his-tuyg'ularimiz bilan ta'sir o'tkazishga harakat qilamiz. Manipulyatsiya qanaqa namoyon bo'ladi? Misol uchun, farzandingiz sizga aytishi mumkin, agarda siz meni yaxshi ko'rsangiz, menga mana shu narsani olib berasiz deb aytishi mumkin-da. Va shunda siz aslida o'zi shundoq ham farzandingizni yaxshi ko'rasiz, lekin uni aytganini qilish uchun ham qanaqadir xafa qilmaslik uchun balkim ba'zida olib berarsiz. Yoki manipulyatsiya bolada yana siz yomon ona, siz mana boshqalarning onasi o'zini bolalari bilan mana bunaqa qilmaydi, siz mana bunaqa qilishingiz kerak deb siz bilan qanaqadir boshqaruv usullarini o'tkazishi mumkin. Yoki o'zini his-tuyg'ulari bilan yig'lash yoki talab qilish orqali o'zi xohlagan narsalarini o'ziga oldirishi mumkin bo'ladi. Bolalar aslida nima uchun manipulyatsiya qiladi? Bu yerda eng asosiy jihati bu e'tibor yetishmasligi. Ya'ni bundan oldingi darslarda aytib o'tganimdek, ma'naviy ozuqani olol olmaganidan keyin bola moddiy ozuqa orqali menga mana shu narsani olib berasan, qilib berasan degan holatlarda o'sha manipulyatsiyani o'z hayotida qo'llaydi. Keyingi jihat bu chegaralarni tekshiradi. Ya'ni qaysi joygacha menga mumkin, qani qayerda menga to'xta yo'q bo'ldi deyshadi, qayerda hali ham menga ruxsat berishadi. Ya'ni o'zini plankasini qaysidir jihatda sinab tekshirib ko'radi. Keyingi jihati bu qo'rquv, ya'ni o'zini qanaqadir rad etilishidan, qabul qilinmasligidan qo'rqqanidan u manipulyatsiya orqali o'sha odamni, katta odammi yoki boshqalarni boshqarishga urinib ko'rish darajasiga yetib kelishi mumkin. Keyingisi bu o'rganilgan xulq bo'lishi mumkin. Ya'ni mana kattalar ham bizda aytishadi-ku, aytganimni qilsang, narsa olib beraman, darslaringni qilsang, ko'chaga olib chiqaman yoki posudani yuvib qo'ysang, yana nimalardir qilib beraman. Ya'ni bu kattalar tomonidan berilgan mana shu manipulyativ shartli sevgi bo'lgani uchun bola ham o'sha sizdan xuddi shunaqa talab qilib, o'zini ham shunaqa tutishni boshlaydi. Va yana bitta jihati bu emotsional o'sha nazoratni o'zini qo'liga olish. То есть his-tuyg'ularni o'sha boshqara olmaganidan keyin u siz bilan boshqarish orqali o'zini qanaqadir ichki his-tuyg'ularni ehtiyojini qondirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Manipulyatsiyani asosiy ko'rinishlari qanaqa namoyon bo'ladi? Avvalambor bu jabrdiyda pozitsiyasiga tushishda, ya'ni yig'lash, xafa bo'lish, siz men qanaqadir yomon odamman, sizlar meni yomon ko'rasizlar, sizlar meni yaxshi ko'rmaysizlar degan pozitsiyasiga tushib qolish. Bu bitta jihatlaridan biri. Keyingisi aybdor qilish, ya'ni siz meni yomon ko'rasiz, siz yaxshi ona emassiz, siz menga mana bunaqa qildingiz, shuning uchun men bunaqa qilyapman deb ayblov pozitsiyasiga o'tib qolishi mumkin. Keyingisi bu qo'rqitish, ya'ni hammamiz bilamiz,
agarda yosh ketaman deb qo'rqitsa, qari o'laman deb qo'rqitadi. Bu ham manipulyatsiyani bitta turi. Bu yerda bola ham o'sha qanaqadir jihatda qo'rqitish pozitsiyasiga o'tib olishi mumkin. Xuddi ota-ona gaplashmay jazolagan singari bola ham o'z ota-onasini "Men siz bilan endi gaplashmayman" deb qo'rqitishi mumkin. Keyingi jihati bu yolg'on gapirish va bo'rttirish. Hammada bor, menda esa yo'q. Men bu narsasiz yasha olmayman deb sizga bola mana shu narsani aytib, ta'kidlab, siz bilan qanaqadir boshqaruv yo'llarini o'tkazishi mumkin bo'ladi. Va keyingisi hissiyot orqali nazorat qilishi. Bola sizga "Men sizni yomon ko'raman, siz menga kerak emassiz, siz yomon onasiz yoki yomon otasiz" degan narsalar bizga ham og'ir botadi va shunda ham biz qanaqadir o'sha manipulyatsiyaga ta'sir qilganidan keyin biz ham unga jalb bo'lib qolish ehtimoliga duch kelamiz. Bu holatlarda ota-onalar qanaqa xatolarga yo'l qo'yishadi? Ya'ni bu yerda o'sha farzandi nima desa so'zsiz uni bajarib, aytganini qilib, olib berish kerak bo'lgan narsani olib berib, hamma narsani o'sha aytganini qilib, ba'zida bu narsaga mana shu xatoga yo'l qo'yib qo'yishadi. Va ba'zan faqat shu bolam jim bo'lsa bo'ldi deb o'sha shunaqa yo'l tutgandan keyin bola ham o'sha o'rganib qoladi. Demak, men mana shunaqa hozir yo'l tutsam, men u manipulyatsiya so'zini bilmaydi, lekin o'zi uchun tushunib oladi. Mana shu yo'l men uchun ishlaydigan yo'l ekan va shu bilan sizni qaysidir jihatda boshqarishni boshlaydi. Keyingi xato bu "men yomon ona bo'lib qolaman" degan aybdorlik hissi. Ko'pchilik ayollar o'sha "men hali mukammal ona bo'lmadim, men qaysidir jihatda farzandim uchun o'sha yetarli darajada ona bo'la olmadim" degan aybdorlik hissi bilan yashaydi va bola albatta bu narsani his qiladi. His qilgandan keyin u ham siz bilan o'sha manipulyativ yo'llarni tutib, siz bilan boshqarishni boshlaydi. Natijada bola "Men emotsiya orqali hamma narsaga erisha olaman, men xohlaganimni ola olarkanman" deb o'zi mana shu narsaga o'rganib qoladi. Demak, azizlar, kattalar uchun to'g'ri tavsiya qanaqa bo'ladi? Bu yerda o'zingizni xotirjam his qilib, lekin qaroringizdan qaytmasligingizda hozir bilib turibsiz, siz bu narsani amalga oshira olmaysiz va bu yerda bolaga o'sha narsani tushuntirgan holatda, xotirjam bo'lgan holatda yetkazib va qaroringiz qat'iy ekanligini aytib borishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari his-tuyg'ularni tan olib, unga aytishingizda "Men hozir seni yig'layotganingni ko'ryapman, lekin bu narsani hozir amalga oshira olmayman" deb aytsangiz bo'ladi. Va undan tashqari chegaralarni qo'yishingizda hozir ayni damda mana shu narsani qilishni iloji yo'q. Hozir buni qila olmayman. Ya'ni o'zingiz tomonidan buni yetkazib bera olsangiz, o'ylaymanki farzandingiz ham bu narsani tushunib, sizga nisbatan munosabati ham o'zgarib boradi. Va o'zingizni bolangizga, farzandingizga shu narsani tushuntirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Faqat yig'lab yoki qanaqadir xarxasha qilib, janjal qilib bu narsaga erishish shart emas. Ya'ni tinch, xotirjam o'sha xohlagan narsasini so'rab aytishi ham mumkin va bu orqali ham olsa bo'ladi. Va agarda bolangiz haqiqatdan mana shu narsani real hayotda o'sha amalga oshirsa, keyingi safar xotirjam, osoyishtalik bilan so'rasa, обязательно bu narsaga urg'u berib, farzandingizni maqtab, rag'batlantirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bolaga juda ham muhim o'sha chegaralarni oqibatini tushuntirib berishda, ya'ni manipulyatsiya orqali u keyin nimaga erishishi, ya'ni har safar u so'ralganda bu amalga oshmasligi mumkin, ya'ni o'ziga yarasha qanaqadir qoidalar bor ekanligini unga tushuntirishingiz muhim bo'ladi-da. So'raganda ham imенно yig'lab emas, to'g'ri so'rasa ham bo'ladi. Undan tashqari, agarda
bir xil vaziyatda siz turli xil javob bersangiz, bolada balkim bu safar ishlab qolar degan fikr uyg'onib qolishi mumkin. Shuning uchun agarda bir xil vaziyat bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha bir xil javob berishingiz kerak bo'ladi. Qanchalik siz sog'lom muloqot qurishni o'zingiz avvalambor o'rganib va bolangizga bu narsani o'rgatib borsangiz, o'ylaymanki, siz mana shu manipulyativ qanaqadir harakatlardan xalos bo'lib, o'z farzandingiz bilan juda ham yaxshi aloqa o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, azizlar, mana shu mavzu bo'yicha sizlarga agarda uyga vazifa beradigan bo'lsam, siz uchun savollarni o'zingiz uchun muhokama qilishingiz uchun berib o'taman. Sizni farzandingiz qaysi manipulyatsiya turini juda ham ko'p ishlatadi? O'zingiz uchun bu narsani o'ylab, tafakkur qilib yozib oling va mana shu manipulyatsiya holatida siz aynan shu holatda o'zingizni qanaqa tutasiz va agarda hozir yangi usul ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda keyinchalik siz qanaqa usulni qo'llagan bo'lardingiz? Mana bugungi mavzuga asoslanib. Demak, azizlar, bugungi darsimizdan xulosa shundan iboratki, manipulyatsiya aslida bu yomon degani emas. Bu qaytanga o'sha muloqot o'rnatish uslubi va agarda biza kattalar o'z farzandlarimiz bilan o'sha samimiylik bilan, mehr, muhabbat bilan va qat'iyatlik bilan muloqot qilishni o'rgatsak, farzandlarimiz biza bilan ular ham sog'lom tarzda muloqot qilishni o'rganadi va bu yerda eng muhimi mehr, muhabbat bilan qat'iyatlikni birgalikda qo'llashingiz juda ham muhim. Demak, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.